Xulagandagi 3 qahramonning Lübu bilan urushgandagi jiniga navad Liu Bei aralashmagan bo'lsa, Guiyu bilan Zhang Fei Lübuni mag'lub qila oladi deydi. Undas ma mas'ul ustida bir to'xtalib baqila, haqiqatan tahlil qilishga arziydi meningcha. Dost mazmun qiziqgan do'stlar, meni go'njo qo'lib birda lahz yurakni bir betib griballar. Anondan keyin filmni davomida qilinglar. Qissa qilib bayon. Endi Xulagandagi mush jangga qarsak, bu yerda Lübu bungsuzlarni qo'g'lab mangandan keyin tuyuqsiz Zhang Fei etilib chiqib, Lübuning chasiyalmini qanqitib atadi. Endi bu yerda Lübu Zhang Fei'ni ko'rgan keyin, "Endi menga bir tang turarligidek, menga raqiblarligidek men qassab, oxir bir jangda fuqadan chiqadigan bo'ldim" deydi. Shuningla bu ikkisi yo'l boshidan shirdak dahshatli jang tushib ketdi. 50 marta urishib, yenish ayrilmaydi. Mush vaqtdan o'zida Zhang Fei'ning nayisi uchib ketdi. Shuning bilan bu yerda Guiyu darhol bu yerda Zhang Fei'ni qutqizib qolay deb jangga kirdi. Guiyu bilan Lübu o'tirsida 30 marta jang bo'ldi. Yenish ayrilmaydi. Mush vaqtdan o'zida Zhang Fei jangga qatnashdi. Demek muşun buldu köşek buldu muş vakitten özüde Guiyu inin bolsa arlaşma üzem yalnız olmuşa imama goyniye bir vuruş imamanga oğul bol dek demedi. Zhang Fei mu çikilenmey bu cengin tenkirdi. Demek ikkilisinin konuga ayan. Yalnız vurursa herkes bu raqib bulanmaydiganligini, his qildi yengenmeydiganligini. Hamda bu ikki sanğının alam martının qanchalik yuqori batır sanğullar ekanligini bilamiz. Hamda bu ikkisining Lübu bilan jangi tas qizganda Liu Bei bu jangga kirdi. Liu Bei nimish kirdi? Aldı bilen tun bulup elbette bu iki inisining yarılanıp qilishi Lübu tarafidan yoki kallasi elinib ketmaslik uchun jangga kirdi bu yerda. Endi mayada manda bir ish bor. Yeni 3 parchalik haqida qilsan nomli televiziya teatri qarsak, Liu Bei bu yerda vijdon paranglari silib Lübuni keltirmoqchi bo'ldi. Hatto shu vaqtning o'zida bir ikki qatim Lübuning kallasi elinib ketib tas qolganda bu yerda Liu Bei qilchi bilan Guiyuning bardar shamshirini ushtiryotdi. Lübu ayat qaladı. Rast açtaq o'xshaydi desam mayli televiziya teatri yoki kitobda bundaq voqelik yo'q-ku. Ya'ni Liu Bei yo'l qo'ygan, Lübuni qutqizib qolgan bundaq yo'q ekan. Faqat yeng 3 parchalik haqida qissada bu yerda rejissor Lübuni bek ko'p turib uchun kirdiga o'xshaydi deb o'yladim. Endi asli asari bo'yicha bu jangga qarsak, bu Liu Bei qatnashgandan keyin jang texim qizg'an. Endi bu vaqtning o'zida Lübu o'zining tang turolmaydiganligini albatta his qilgan 3 jang chiqsa, lekin yengilib qolmadi deb tushunami? Endi bu qaytishga bir fursat izlaydi. Naq mush vaqtning o'zida bu uchining ichida Liu Bei'ning eng ojiz nuqta ekanligini, hamma ikkisining jon tikib Liu Bei'ni qo'g'daydiganligini bilib, nayisining uchini Liu Bei qilib qartdi. Liu Bei to'xtamay hujum qildi. Shuningla bilan majikisi Liu Bei'ni qutqizmay desa, Lübu qarshitirim deb o'ltirib, shuning bilan Lübuning qochib ketishiga bir fursat tug'ildi. Tushuninglarmi? Demak, bu yerda 3 qahramonning Lübu bilan urushida Lübu yengilgan. Yengilib haqiqatan qochib ketgan. Biroq ma uchisi Lübuni haqiqiy mag'lub qilamagan yoki kalsini olamagan tanglashib qilib Lübu qochib ketgan. Demak, bu yerda Liu Bei aralashmagan ahvol ostidami Guiyu bilan Zhang Fei mush vaqtdan o'zida bu Lübuning kallasini ola olishi natayin. Mayli payg'ambar mayli umum jihatdan bu ikkisi bir bo'lib chiqsa-mu, Lübudan tanglisha oladi. Lekin Lübuning kallasini ola olishi natayin. Tushuninglarmi? Tushungan do'stlar, bir rahmat deb bir Liu qo'l bilan yo'llab qo'yinglar, rahmat.